Farg'ona viloyatida hududlar va jamoat mulkini tabiiy hamda texnogen tusdagi yong'in ofatlaridan muhofaza qilish, uning oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan izchil chora-tadbirlar jarayonida aholi, korxona hamda tashkilotlarda o'tkazilayotgan o'quv mashg'ulotlari qutqaruvchilar hamda ishchi xizmatchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qilmoqda. Profilaktik tadbirlar yirik sanoat korxonalarini ham keng ko'lamda qamrab olmoqda. O'tkazilayotgan o'quv mashg'ulotlari esa yong'inlarning oldini olish, ishchi xodimlar va davlat mulkini betalofat asrab qolishda muhim ahamiyatga ega. Farg'ona neftni qayta ishlab chiqarish zavodida tashkil etilgan taktik o'quv mashqida zilzila oqibatida yuzaga kelgan yong'inni bartaraf etish choralari ko'rildi. Shartli yong'in o'chirilib, jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatildi. Shaxsiy tarkibning kasb mahoratini oshirish, yong'inlarni bartaraf etishda ruhiy ko'nikmalar hosil qilish, jismoniy tayyorgarligini yanada oshirishga e'tibor qaratildi. Bir so'z bilan aytganda, yong'in bilan bog'liq hodisalarning oldini olish maqsadidagi ushbu profilaktik tadbirlar aholi xotirjamligi va mol-mulki xavfsizligini ta'minlashni maqsad qilgani bilan ahamiyatlidir.